Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ga jannat, do'zax haqida gapirsa, ko'p ham yig'lamas edi, ammo qabr haqida, o'lim haqida gapirsa, qattiq yig'lar edi. Sababini so'rashganida aytardiki, "Ey birodarlar, qabr oxirat manzilining birinchi bekati. Agar unda ish yengil bo'lsa, undan keyingi narsa undan ham oson bo'ladi" der edi. Alloh taolo yengil qilsin ishimizni, birodarlar. Qabrda ruhi tanasiga kirgizildi, ikkalasini ham o'tkazib qo'yadi malaikalar. Qana qilib o'tkazib qo'yadi? Bu Alloh biladi. Siz bilan biz bu dunyodagi kallalarimiz bilan narigi dunyoda hayotini idrok qilib olishga harakat qilmay qo'ying. Alloh o'tkazib qo'yadi dedimi? Payg'ambar o'tkazib qo'yadi dedimi? Tamom o'tkazib qo'yadi. Ko'zi ochildi. Nimani ko'radi? Ikkita farishtani ko'radi. Qanday qilib ko'radi? Alloh biladi, birodarlar. Mana endi imtihon boshlandi. Mana endi asosiy imtihon boshlandi.